Nima endi? Ha. Hammaga assalomu alaykum. Jigarlar yaxshimisiz, jo'misizlar? Bugungi videomizda bitta narsani, ikkita narsa o'rgataman. Hozir birinchi bunini, keyin birinchi bu narsa qilay, keyin uni qilaman. Hozir bu где-то 5-kadr bo'lsa kerak, 5-videom bo'lsa kerak, qayta olayotgan. Короче, jigarlar, bugungi videomizdan maqsad hozir mana bu ko'ryapsizlar, kasani ko'ryapsizlar, mana dumaloq narsani qorimdan aylanayotgan. O'sha narsani o'chirishni o'rgataman sizlarga. Hozir sizlarga zapiska olib bo'lmas ekanda bu iplosdi. Xo'p, bu narsani faqatgina zapisi hozir yoqib bo'lganda o'chirib bo'lmas ekan. Men bor, uzr jigarlar. Mana shu o'zbekchasini bilmadim-u, ruschasini simki zapisi ekrani. Shuna qilib ruscha bilmasanglar ham просто zapis deb yozsanglar, bunaqa qilib chiqadi. Bag'da keladi, uni o'chirib qo'yasizlar. Bu narsa Free Fire'da bo'ladigan narsa, asabga buzadigan narsa. O'ynay olmaysizlar bu narsa bilan. Masalan, mana qilyapsizlarmi? Xo'p, o'ynagani noqulaylik bildiradi. Men noqulaylik qildiradi bu narsa. Masalan, o'ynaganingizda otaman deganda sal emas, ancha noqulaylik bo'ladi-da. Men bu narsa o'zimda bo'lgan narsa, jigarlar. Xo'p, bu narsani faqatgina hozir kameraga ko'rsatmas ekan, men buni screenshot qilib video qilaman, screenshot qilib olaman, qilmasam ham qilaman. Короче, o'sha narsani o'chirasizlar. Mayda narsa bor. O'shani o'chirasizlar. Samsungda bo'ladi bu. Samsungda shunaqa narsa ekan. Faqat Samsungda bo'ladi. Kasanya degan narsa, uzr. O'sha narsa faqat Samsungda bo'ladi. Endi Redmi Pilmilarni bilmadim-u, uzr. iPhone bilmadim-u. No, Samsungda shunaqa funksiya borligini bilaman. Xo'p. Endi jigarlar hozir 1 minut, Kasanyani o'chirmaymikan. Hamma keyin o'chiraman. Hop, endi ikkinchi ma'noga o'tsak jigarlar. Bu narsa bo'ldi, trenirovka qilgandim men birodimachka. Hop, Kasanyani hozir videoni tugatib olib keyin o'chiraman. Jigarlar, ikkinchi muammoga o'tirsak, bu muammoda ko'p yangi igroklar to'qnashib keladi. Endi tushunvorliklar so'zimni. Hop, bu narsani men o'ylaymanki, Garenaga вообще kerak emas deb o'ylayman, jigarlar. Bu narsa Garena nimaiki unaqa narsa, unaqa to'poy narsa qo'shgan bilmayman. Xo'p, jigarlar. Bilsanglar, o'yinda vibratsiya beradi, o'ynasanglar. Bilsa, o'sha o'ynaganingizda telefoningizga vibratsiya beradi. Bu narsa telefoningizda emas. Bu mana Free Fire'da mana Garenani qaysidir kallasi yo'q bittasi o'ylab topgani, kirasizlar, nastroykaga kirasizlar, chekkada turibdi mana bunaqa shestronka o'sha nastroykaga kirasizlar. Xo'p, keyin chekkada o'ng tarafda tepada vibratsiya degan narsa bor. Mana chekkada o'zingizlar ko'ryapsizlar-a? Xo'p, o'shanda hammasini baqa qilib chiqasizlar. Endi bilmadim, balkim kimdirga vibratsiyadan o'ynash qulaydir, kimdirga noqulaydir. Endi prosta jigarlar, bu narsa yangi igroklarga va uchirishni bilmaganlar uchun qilyapman bu videoni. O'zim ham xuddi shunaqa muammoga duch kelganman. Mana hop, mana shu yerda kirganingizda, hop, hozir inglizcha qilib ham ko'rsataman. Hop, mana shu kirganingizda chekkada vibratsiya degan narsa bor. O'sha kirdinglar. Mana shu yerda hamma narsani o'ngdami, chapdami, hammasini chap tarafga narsa qilib chiqasizlar. Endi vikl qilib chiqasizlar. Короче, turn off bo'lish kerak. Hozir bari inglizcha qilib ko'rsatib beraman. Короче, o'ng tarafda bo'lganini chap tarafga qilasizlar. Balkim o'zingizlarga vibratsiya yoqardir, ammo shaxsan menga yoqmaydi bu narsa. Yoqmaydi. O'shaning uchun o'chirib o'yinni relax, ya'ni gap topolmayapman. Hozir. Qulaylik bilan o'ynanglar. Relax esimdan chiqib qoldi, bu ham esimdan chiqib qoldi. Короче, o'yininglar zo'r bo'ladi. O'sha Kasanya bilan mashina o'chirib qo'ysanglar, o'yincha takoy chotki ketadi. Xo'p, endi O'zbekistonda Free Fire'chilar orasida
Free Fire ko'pincha inglizcha qilib oladiganlar bor. Da, to'g'ri. Qachon inglizcha qiladi aytaymi? Naqd ruschani resmi ham bilmaydiganlar inglizcha qilib oladi. Nimaga aytaymi? Chunki ularning telefonda nastroykasidan o'zbek tili, chunki o'zbek tili bilan ingliz tili harfi bir xil, qanaqa bir xil. Anaqa masalan, eksak, undan bir ikkita masalan ingliz tilida W yo'q bo'lsa, rus tilida ingliz tilida W yo'q bo'lsa, o'zbek tilida W yo'q. Ingliz tili harflar ko'p, o'zbek tilida ham ko'p. Ba'zida bir-birida ko'pincha o'zbek tili bilan ingliz tilining harflari bir xil bilsanglar, biladi. Bu elementar narsa. Просто bir ikkita harf ingliz tilida yo'q harflar o'zbek tilida bor. O'zbek tilida yo'q harflar ingliz tilida bor. Xo'p. Hozir videoni to'xtataman. Inglizcha qilib narsa qilib hozir 5 minutda qaytaman. Hozir o'sha videoni biroz to'xtatyapman. Xo'p, yana bitta narsa eslatib qo'yaman. O'zbekistondan chiqib qolibdi. Tilni o'zgartiraman demoqchi bo'lganlarga ingliz tiliga yo rus tiliga. Xo'p. Eshitmay qolmasmikan? Mayli, eshitmay qolmaydi, xudo xohlasa. Mayda ko'rsanglar yana tilla bo'ladi. Tilla rastirovkasi bor. O'sha kirib mana hozir mana sizlarga inglizchamiz buni qilamiz. Hoppa. Xo'p, mana bo'ldi. Endi hozir kiramiz. Hoppa. Hozir to'xtab turinglar, Free Fire boshdan kirib chiqish kerak ekan. Mana ko'rdinglar, hozir inglizcha bo'ladi, nuka. Chinganchada inglizcha qilmadi menda. Вот, loading ketyapti. Kirib olsam. Tushundinglar, jigarlar, vibratsiyani qaydan o'chirishni? Hozir 1 minutda. Ana kiryapti, ana inglizcha bo'ldi. Xo'p. Endi jigarlar inglizchasi Free Fire inglizchasi nastroykasi inglizcha tildagilarga. Xo'p, mana o'sha joyga kiramiz. Bu yerda endi sal o'xshash vibration degan narsa bor. O'sha chekida o'ng tarafda tepada vibrationga kiramiz. Footsteps ekan, bo'ldi, jo'naldi. Bilib oldim. Footstepsni on bo'lsa off qilasizlar jigarlar. Tushundinglar-a? Tushundinglar, inglizcha ham qilib ko'rsatib berdim. Xo'p, endi o'sha tildan boshqa yana o'sha narsani endi sizlarga nima language, ya'ni til degan narsa bor. O'shani buni mayda bo'lsamiz, russkiy qilamiz. Всё. Menga boshqa til kerak emas mana. Shunaqa qilib boshqa regionlarga ham kirsa bo'ladi. Endi qanaqaligini bilmayman jigarlar. Xo'p, buni qilamiz. Men o'zim qaytarib olishim kerak. Inglizcha turaversa menga farqi yo'q. Portugal qilib qo'yam. Ya. Pop turaversa. Tushundinglar jigarlar. Bugungi videoim shundan iboratmi, nimada? Shu narsaga qilib bu videoni bag'ishlagan edim. Shuncha mehnatim uchun like va podpiska. Sizlar bilan har doimdek Afzalbek YouTube bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar. Yana aytgancha, haligi narsani ham sizlarga hozir screenshot qilib shu videoga qo'yib yuboraman oxirida. Bo'pti, gaplashamiz jigarlar. Xayr, hamma salomat va sog'lom yashang. Xayr, hozirda havo juda sovuq bo'lyapti. Bilasizlar, hozir dekabr. Hammanglar o'zinglarni ehtiyot qilib, kasal bo'lsanglar tezroq tuzalib, sog'lom bo'lsanglar kasal bo'lmasligiga tilaymiz. Hammaga xayr. Isimdan chiqib qolibdi. O'sha narsaga kasanaga kirishi isimdan chiqib qolibdi. Hop, o'sha postga kirasizlar, meniga kirasizlar. Hop, o'shanga rus tili bo'lsa, K-A-S-A-N-I. O'sha kasana deb yozasizlar postga. Meni показать kasana degan narsaga kirasizlar. Hozir o'sha videoda aytganimdek, hozir zapisda yoqib u narsani hozir qilib bo'lmas ekan. O'shani aytib qo'yay. O'sha kirish sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Nastroyga kirasizlar, zapis deb yozib qo'ygan joy bor. O'sha yerga kirib o'chirib qo'yasizlar jigarlar. Bo'ldi. Boshqa sizlardan talab qilinadigan narsa yo'q. O'sha yerga kirasizlar, kasani o'chirasizlar, все. O'yinglar zo'r bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Mana jigarlar o'sha narsa.